Assalomu alaykum do'stlar. Yangi rover tushgan. Faqat unda masala bo'lyapti o'rnatilgandan keyin. Ya'ni mana hozir bitta buyruq beramiz. Nollar to'g'ri. X bo'yicha plyusga to'g'ri yuradi, minusga nol o'zgarib xatolik ketadi. Y plyusga ham xuddi shunday, Y minusga ham xatolik bilan nol qochib ketadi. Tekis degan qaytishda bunda xatolik, ko'p xatolik bor. Bir ovoz chiqaradi. To'xtab qoldi. To'g'ri, titrash, shovqinlar bor. Mana shu masalani mana titrashlar. To'xtab qoldi, mana noli bu yoqda edi, bu tomonga kelib qoldi. Masalan, bartaraf qilish uchun yetib kelganmiz. Alloh irodasidan Xudo xolasa buni bartaraf qilamiz. Chirs ovoz chiqyapti shunday. Va shubha mana bu yerga qarab ketdi. Yerga ulanib qo'ygan. Ikkovi ham sariq kabel bo'lgani uchun bitta joyga ulab qo'ygan. Endi zavod xatosi bo'lsa kerak endi. Mana shuni ochamiz va bartaraf bo'ldi, xudo xolasa. Va yoqyapmiz. Tekshiramiz. Ishlayapti. Va cho'q chiqish yo'q. Endi yurib ko'ramiz. Haligi so'kinishlar ham ko'rgan bo'ladi. Ikkisimizga ham, plyusga ham buni to'g'ri yo'lda va masala hal bo'ldi. Masalalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqam qoldiraman. 90 203 89 89.